Umidjon, faqat yaxshilab qara. Choyxonamizning taqdiri sening qo'lingda. Xo'p. Bizning restoranimizga xush kelibsiz. Bugun siz uchun nozik did bilan qilingan elegant sho'rvamizni tuhfa etamiz. Sendan zo'rlarni ham ko'rganman. Ko'ramiz. Настроениyangiz qanday? Siz uchun maxsus elegant sho'rvamiz. Boshliqni chaqir. Nimadir yoqmadimi? Chaqir boshliqni. Hurmatli mijoz, nima kamchilik? Nima men senga bo'riman? Yo Qashqadaryolikka o'xshatding menga. Bu nima? Haqiqiy sho'rva qanaqa bo'lishini bilasanmi? Men shuncha choyxonalarda ko'rdim. Haqiqiy sho'rva bunaqa bo'lmaydi. Shunday xo'jayin, nima kamchilik qildik? Yo'q, haqiqiy sho'rvada suv bo'ladi, bir kosa suv bo'ladi. Ustida bundagina sabz bilan, bunday kartoshka, o'rtasida go'sht bunday suzib turish kerak. Ha bu. Men buni qabul qilmayman. Almashtirib kelsin. Menga o'sha oddiy sho'rvadan bo'lsin. Olib ket. O'zing olib ket. Kechirasiz, bizni eng oddiy sho'rvamiz mana shu. Qabul qilmadim. Bir tiyinga qimmat taomlaring. Qachanaqa qiladi. Qanday erishadi bunaqa? Qanday sindirsam ekan? Eshak qo'sh deyman.